Qur'on bilan hamsafar 7-qism. بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب ولحفظ آيات الكتاب لقد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب من قبل أن تجلو الخطوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة Alloh azza va jallaning kitobini yod olayotganda yodlash uchun vaqtingiz va imkoniyatingizdan bir miqdor ajratishingiz zarur. Bu ish Alloh azza va jallaning kitobini yod olishdagi eng muhim qoidalardan biridir. Bugun Qur'on yodlashni boshladingizmi? Vaqtim yo'q demang. Bir kun yodlab, 10 kun tashlab qo'ymang. Qur'on yodlashni ikkinchi darajali vazifa qilib qo'ymang. Qur'on buyukdir. Unga vaqtingizdan ortiqchasini ajratmang. Ko'pchilik vaqtim yo'q deb bahona qiladi. Men aniq bilaman. Hammamizning vaqtimiz bor, lekin Alloh azza va jallaning kitobini yodlashga vaqtimiz yo'q deya o'zimizni aldaymiz. Sizlarga juda ham oddiy bir misol keltiraman. Bir kishi doimo shunday deydi: "Men band odamman. Ishim, farzandlar, nabiralar, shaxsiy biznesim bor. Endi unga biror kasallik yetsa, masalan, qand kasalligi yoki yurak xuruji. Doktorga boradi. Doktor unga har kuni vaqt ajratib, piyoda yurishingiz kerak deb tavsiya qiladi. Sog'lig'ingiz uchun kuniga 1 soat piyoda sayr qilishingiz kerak. Sog'liq birinchi o'rinda bo'lganligi uchun va o'zidan qo'rqqanidan kuniga o'sha 1 soat vaqtini ajratadi. Hattoki uning vaqti bo'lmasa ham topadi. Qur'on ham xuddi shunday. Unga muhabbat qilasiz. Uni yodlashni boshlayapsiz. Chunki olamlar Robbi bu Qur'onni yod olgan kishi uchun qanchalik ulug' mukofot tayyorlab qo'yganini yaxshi bilasiz. Shunday ekan, vaqt ajrating. Abu Solih keksa yoshli kishi edi. Kunlarning birida Qur'on yodlamoqchi bo'ldi, lekin uning vaqti yo'q edi. U Qur'onni yod olish lozimligini his qilardi. Yod olish muhimligini bilardi. Bilasizmi, u qanday yo'l tutdi? Yo'lda yarim soat ishxonagacha, ishdan uyga qaytishda yana yarim soat. Qanday qilib? U haydovchi yolladi va o'zi orqa o'rindiqqa o'tirdi. Ishxonagacha yo'l-yo'lakay bir bet yoki yarim bet yodladi. Qaytishda takrorlab yana ko'proq yod oldi. Qur'onni to'liq yod olguncha ana shunday yo'l tutdi. Nima uchun? Chunki u Qur'onni birinchi o'ringa qo'ydi. Alloh subhanahu va taoloning kitobi ulug'dir. Unga vaqtingizni ajrating. Olamlar Parvardigori sizga bu ulug' Qur'onni yod olganingizdan so'ng qanchalik ulug' mukofotlar kutib turganini bayon qilgan. Misr Arab Respublikasida bir yosh yigit bilan ko'rishdim. U 4 yoshida ko'rish qobiliyatini yo'qotgan. Shundan so'ng ota-onasining Qur'oni Karimni yodlashga bo'lgan undovlaridan so'ng u Qur'onni yodlashga kirishib xatm qilgan. Men Muozdan shuni bildimki, har bir harakat qilgan inson harakatiga yarasha nasiba olar ekan. Biz bugun juda ham uzoq va charchoqli yo'l bosib keldik. Lekin ketgan vaqt va charchoqqa arziydigan joyga tashrif buyurdik. Biz hozir Saodat jazirasi, Baxt orolidagi sharqiy hududdamiz. Ahvollar qalay, Shayx Muos? Alhamdulillah. Habibim, ahvollar yaxshi inshaalloh. Sizlar Baxt orolida yashar ekansizlar. Hozir men sen bilan katta baxtni his qilib o'tiribman. Alhamdulillah. Shayx Muos, Alloh subhanahu va taoloning kitobi bilan bo'lgan qissang haqida eshitmoqchiman. 6 yoshingda boshlagan ekansan. Bu boshlanish qanday bo'lgan? Boshlanishi men uchun mashaqqatli safar bo'lgan. Lekin bilardimki, bu safarning nihoyasida inson uchun rohat bor. Va oxiratda inshaalloh Qur'on shafoatchi bo'ladi. Shuning uchun otam va onam men bilan birga sabr qildilar. Men ham ana shunday qiyinchiliklarga sabr qildim. Har kuni ertalab u qanchalik charchagan bo'lishiga qaramay, uni maktabga olib borish oson bo'lmas edi. Maktabdan so'ng Qur'on darslariga markazga borar edik. Darsdan so'ng uyga kelar edik va ustozi unga bergan vazifaning 1dan 4 qismini takrorlab yodlar edik. Men ham unga har kuni qo'shimcha 2 pora vazifa berar edim. U ba'zan oldimga kelib, "Onajon, charchadim" der edi.
Men unga kel Qur'on bilan boshlaylik, inshaalloh charchog'ing ketadi der edim. Biz Mavlona Jamol Said Dib ismli shayxni topdik. U Zakazig shahrida yashardi. Biz unga o'g'limizni ko'rsatdik. U esa xush kelibsizlar deya qabul qildi. Alloh uni mukofotlasin. Uning uyigacha bo'lgan masofa 10-12 kilometr edi. Eshitishimcha, sen ustozing huzuriga mototsiklda borar ekansan. Ha, otang bilan. Mototsiklda qayerga borar edinglar? Biz sharqiy hudud orqali avtobuslar garaji nomli joygacha borar edik. Ha, avtobuslar garaji. Sizlarning hududlaringizdan qancha uzoqda edi? Agar mototsiklda borsangiz 45 daqiqa ketadi. Ha, deyarli 1 soat. Ha. U mening orqamda ketayotganidan xursand bo'lardim. Old tomonimda mototsiklning himoya oynasi bo'lardi. O'zim Qur'on hofizi bo'lmaganim uchun Muoz yodlash kerak bo'lgan vazifaning 1dan 4 qismini qog'ozga yozardim va oldimga yopishtirib olardim. Vaqt bekor ketmasligi uchun Muoz menga o'qib berar edi. Men esa yo'l-yo'lakay uning xatolarini to'g'rilab ketardim. Ko'p holatlarda orqaga qaytardik. Agar Muoz kichik bir xatoga yo'l qo'ysa ham, shayx uni qaytarib yuborardi. Shayx Muoz, sen ustozga takrordan vazifa topshirish uchun, masalan, bir porani o'qib berish uchun ustozing oldiga qatnagan ekansan. Shu rostmi? Ha. Agar xato qilib qo'ysang, ha, aytgandek, shayx Muoz ustozining oldiga o'zi safar qilib borgan. Ustozi unga yaqin joyda yashamagan yoki ustozining o'zi kelmagan. Yod olish uchun o'zi uzoq safar qilib borishiga to'g'ri kelgan. Ha, Qur'onning avvalgi yarmini yodlab turganimda necha marta qatnaganman bilasizmi? Necha marta? 3 kun. Faqatgina 3 kun? Ha, faqatgina 3 kun. Undan juda ko'p o'tinib so'raganman. Avvaliga faqatgina 2 kun edi xolos. Undan 3 kun qilishni qayta so'rayverdim. U meni og'ir va kuchli ma'nolarga e'tibor qaratishim uchun to'xtatar edi. Ba'zan faqatgina bir oyat berar edi xolos. Faqat bittami? Faqat bitta. Faqatgina bitta oyat uchun shuncha masofaga borib kelarding. Alloh haqqi. U shunday qilardi. Ba'zi kunlari umuman o'ynamasdim. Lekin eshitishimcha sen juda o'yinqaroq bo'lgan ekansan. Ha, shayx? Robbim Allohga hamd sano bo'lsinki, menga shunday ulug' ne'matni berdi va ko'z nurimni oldi. Men namozimda Allohga ko'z nurimni qaytarib berishini so'rab duo qilmayman. Alloh ko'zingni qaytib berishini xohlamaysanmi? Nima uchun deng? Nimaga? Shoyat u menga qiyomat kunida Alloh huzurida hujjat bo'lsa, mendan azobni biroz yengillatsa, uning oldida qo'rqib titrab turgan paytimda mendan so'raydi, Qur'on bilan nima qilding? Shunda umid qilamanki, mendan azobni yengillatadi. Alloh o'zi xohlagan bandalarini rahmatiga oladi. U menga Qur'on ne'matini berdi. Alhamdulillah. Men qayerga borishni istasam, bir o'zim boraman. Bir o'zim bora olaman. Bir o'zim. Hech kimning yordamiga muhtoj emasman. Faqat otam bir o'zim borishimdan qo'rqadi. Ana shu lahzalarda Qur'on yodlashga dangasalik qilib turgan, ko'zlari ochiq ko'pgina musulmonlarning holatini yodga oldim. Yo Alloh, ularning Alloh huzuridagi hujjatlari qanday bo'ladi? Allohga hamd sano bo'lsin. Mashalloh. Shayx Muoz, bilishimcha Ibn al-Qoyimning bir gapini sen o'zingga qoida qilib olgan ekansan. Ha, bu qanday qoida? Ibn al-Qoyim rahmatullohi alayhi aytadilar. Alloh hikmati ila bir eshikni yopsa, albatta rahmati ila ikkinchi eshikni ochib qo'yadi. Demak, sen do'stlaring orasida ko'zing ko'rmasligidan xafa bo'lmaysan. Hech qachon. Ko'pchilik mahzun bo'lganidek, yoshligimda xafa bo'lardim, buni inkor qilmayman. Ha. Ba'zan g'azablanardim, lekin hozir Allohga hamd sanolar bo'lsin. G'azab qilmayman. Allohning taqdiri deya qabul qilaman. Ha, Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytadilar. Alloh subhanahu va taolo kimni ikki habibasi, ya'ni ikki ko'zi bilan sinasa va u bunga sabr qilsa, Alloh uning evaziga jannatni beradi. Allohdan Firdavs jannati va merosxo'rlardan bo'lishni so'raymiz. Allohum amin. كل الأحزان فرات يا محكم
محكم القرآن يا مسك ختوم أنفاسي من دونك أبد ما استقرت همومي وانشرح قلب مهموم Qur'on yodlab turganingizda muhim qoidalardan biri faqatgina bitta mushafdan foydalaning. Bir juzni bir mushafdan, qolganini boshqa mushafdan yodlamang. Har xil Qur'on mushaflari bor. Har bir mushafning belgilari ham butunlay boshqacha. Hozir faqatgina bitta mushafdan yod oling desam, so'rashingiz mumkin. Nima uchun axir hammasi ham Qur'on-ku? Men aytamanki, yo'q. Qur'on hofizi Qur'on o'qiyotganda, mushafni ochganda, ana shu mushaf uning aqli va zehnida tasavvur hosil qiladi va har bir oyatning joylashgan joyini esdan chiqarmaydi. Masalan, men mana bu mushafdan yod olganman. Men misol uchun Fussilat surasidagi albatta Robbimiz Alloh deydiganlar oyati bu mushaf chap tomonining yuqori qismida ekanligini bilaman. Furqon surasidagi ular Alloh bilan birga biror ilohga iltijo qilmaslar oyatini o'qiganimda bilamanki, u ham ana shunday joyda joylashgan. Naba surasidagi albatta taqvodorlarga yutuq bordir oyati ham mushafning yuqori o'ng burchagida joylashgan. Men Qur'onni mana shu bosmadagidek tasavvur qilaman. Boshqa bosmalarda oyatlarning joylashuvi butunlay boshqacha. Mushaflarning har xilligi sizning yodlashingizni ham har xil qilib qiyinlashtiradi. Mana shu Alloh subhanahu va taoloning kitobini mukammal yod olish uchun bir usuldir. Ikkinchisi, sizlarga Malik Fahd institutida nashr qilingan Madina mushafini tavsiya qilaman. Uning yashil va ko'k ranglilari bor. Sizga tavsiya qilishimning boisi u juda ham aniq va tiniq chop etilgan. Ikkinchidan, bitta bet bir oyatning boshlanishi bilan boshlanib, oyatning oxiri bilan yakunlanadi. Ko'p bosmalarda oyatning boshi bilan ham boshlanmaydi. Shuningdek, to'liq bir bora 20 betda joylashgan. Ya'ni bu mushafdagi har bir juz 20 betdan iborat. Shu bilan Alloh subhanahu va taoloning kitobini yod olishingiz osonlashadi. Bular mukammal yod olish uchun yordam beradigan sabablardan biri. Alloh subhanahu va taoloning kitobini yod olayotgan chog'ingizda faqatgina bitta mushafdan foydalanishga haris bo'ling. Buyuk yashil masjid maktabi, Turkiya. Hozir biz bilan ana shu yashil masjid maktabining bitiruvchisi, boshqalardan ajralib turadigan Hofiz Shayx Vali hafizahulloh o'tiribdilar. Shayx Vali, Qur'on bilan qissangiz qanday bo'lgan? Alloh subhanahu va taoloning kitobini yod olishni qanday boshlagansiz? Qur'on yodlashni 8 yoshimda boshlaganman. 10 yoshimda to'liq yod olganman. Mashalloh, taborak ar-rahman. Men ushbu uchrashuv avvalida aytib o'tdim. Bu hofiz boshqa hofizlardan ajralib turadi. Uning ajralib turishi faqat hofizligida emas. Qur'onni sahifalar raqami bilan birga yod olgan. Mashalloh. Undan oyatni emas, sahifa raqamini so'rasangiz bo'ldi. U javob beradi. Mashalloh, Allohdan o'zga kuch-quvvat yo'q deb boshlaylik. Allohning izni ila boshlaymiz. Sahifa raqami 273. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Boshqa savol beraman. Alloh subhanahu va taolodan hifzingizdan baraka berishini so'rayman. Sahifa raqami 401. بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. Shayx Vali, bu mukammallikka qanday erishdingiz? Mashalloh, bu oson emas. Men Qur'onni to'liq yod olgan bo'lsam ham, siz kabi oyatlarni sahifa raqamlaridan aytib bera olmayman. Qur'onni yod olib turgan paytimda sahifaning raqamiga qarab qo'yardim va u aqlimga o'rnashib qolardi.
So'ngra ustozlarim bu juda ham katta ne'mat ekanini va faqat ulug'larga xos ekanligini aytishdi. Men bu ulug'lik menga xos ekanligini bilmas edim. Sahifa raqami 451. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين صدق الله العظيم. أحباب في الجنة تحيتهم سلام، حفظ شرفهم كلام رب الأنام، بيرتلوا في الليل وأطراف النهار، يا رب تجعلهم مع السفر الكرام. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب، وبحضرات الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب، وحدنا رب القلوب. ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب، نمضي على درب الصواب، درب الصواب، من قبل أن تجلو الخطوب. ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب، نمضي على درب الصواب، درب الصواب، من قبل أن تجلو الخطوب، من قبل أن تجلو الخطوب. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب، وبحضرات الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب، وحدنا